Assalomu alaykum. Qisqacha tarjimai holim bo'limining birinchi mavzusini o'rganamiz. Bu mavzuda biz nimalarni o'rganamiz? Tarjimai hol va uning yozilish tartibi, muhim ma'lumotlarni ajratish, matn turlari va ko'pnutlarni qo'llash haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Berilgan rasmlarga diqqat qiling, savollarga javob bering. Birinchi rasmdagi tanlov tashkilotchisi kim? O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi. Bu tanlov haqidagi ma'lumotlarni qaysi saytdan olish mumkin? Minnovatsion.uz saytidan olishimiz mumkin. Tanlov qanday yo'nalishlarda bo'lib o'tadi? Tanlov yo'nalishlari 3 ta. Mana shu yo'nalishlarda bo'lib o'tadi. Bu tanlovga siz qatnashishingiz mumkinmi? 9 yoshli ukangizchi? Javobingizni izohlang. Demak, 6-sinf o'quvchilari 12 yosh, 11 yosh bo'lishlari mumkin. Demak, ular qatnashishlari mumkin. 9 yoshli ukamiz ham birinchi yosh toifasiga qatnashishlari mumkin bo'ladi. Siz tanlovning qaysi yo'nalishida ishtirok etishni xohlardingiz? Men albatta ikkinchi yo'nalishda qatnashishni orzu qilar edim. Ikkinchi tanlov nima haqida? Sizningcha bu tanlovning maqsadi nima? Uning tashkilotchisi kim? Ikkinchi tanlov yosh kitobxonlar haqida. Uning tashkilotchisi 2 ta yosh kitobxon. Yoshlar ishlar agentligi uning tashkilotchisi. Tanlovning nomi yosh kitobxon deb nomlanadi. Xo'sh, uning maqsadi kitobxonlarni ko'paytirish, kitobxonlikni targ'ib qilishdan iborat. Bunday tanlovlarda odatda o'zingiz haqingizdagi qanday ma'lumotlarni taqdim etishingiz so'raladi. Bunda asosan tug'ilgan yilimiz, oyimiz, yashash hududimiz, ota-onamiz haqidagi fikrlarni taqdim etish talab qilinadi. 3-mashqimiz. O'zingiz haqingizdagi quyidagi ma'lumotlarni daftaringizga yozing. Mana ma'lumotlarni yozdik. 3-mashqimizni bajardik. 4-mashq. 2 ustundagi gaplarni o'qib chiqing hamda ularni o'zaro solishtiring. Savollarga javob bering. Qaysi ustundagi gaplar bir-biri bilan mazmun va grammatik jihatdan bog'langan? Birinchi ustundagi gaplar o'zaro bir-biriga bog'langan. Birinchi ustundagi gaplarni qaysi mavzu bog'lab turibdi? Birinchi ustundagi matndagi gaplar asosan o'sha bolalikda bo'lib o'tgan voqealarni eslashga. Ikkinchi ustunda esa turli xil fikrlar, turli xil o'rinlardan. Misol, til haqidagi fikr, Abdulla Avloniy, tarjimai hol haqidagi yoki yangi hovlimiz, har bir millatning sofligi degan fikrlar o'zaro aralash holatda berilgan. Birinchi ustundagi gaplarni matn deb aytishimiz mumkin. Sababi ular ham mazmun, ham grammatik jihatdan o'zaro bog'liq. Ikkinchi matnimiz esa turli xil gaplarning shunchaki joylashuvi deyishimiz mumkin. Qoidani o'rganamiz. Matn mazmun va grammatik jihatdan bog'langan gaplardan tuziladi. U og'zaki va yozma nutqning parchasi bo'lishi mumkin. Uyga vazifa. Sizda ham innovatsion g'oyalar bormi? Ular haqida o'ylab ko'ring. Keyingi darslarda birinchi tanlov uchun essay yozishga tayyorlaning. Assalomu alaykum. 6-sinf ona tili darsligidan mavzularni o'rganamiz, demak. Bugun biz 1, 2, 3 va uyga vazifa 4-mashqni bajaramiz. 4 ta mashqni bajarish bugungi ishimiz. Demak, mo'ljallangan ishlarimizni boshlaymiz. Demak, birinchi mashqda biz berilgan matn ustida ishlaymiz.
Tanlov matni bilan tanishing, berilgan topshiriqlarni bajaring. O'zbekiston bolalar uchun esselar tanlovi. Demak, esselar tanlovida qanaqa shartlar qo'yilgan, qanaqa talablar qo'yilgan, bular haqida shu matnda tanishib olamiz. Ikkinchi mashqimiz ijodiy ishning tanlovga qabul qilinishi uchun to'siq bo'ladigan sabablarni aniqlang hamda ularni daftaringizga izohlab ko'chiring. Bizga 5 ta holat berilgan. 5 ta holatda mana 5 ta holatni yozib chiqdik, nima uchun ekanini ham albatta. Yuqoridagi matn yordamida quyidagi savollarga javob berish mumkinmi? Mumkin deb hisoblagan savollaringizga javob yozing. Mumkin deb hisoblagan savollarimizga mana bu yerda ikkinchi mashqda javob yozdik. Ikkinchi mashqning birinchi, ikkinchi, uchinchi topshirig'iga o'tamiz. Qatnashish yo'llagan ushbu esse bilan tanishib chiqing. Quyida berilgan jadvalda so'ralgan ma'lumotlarni daftaringizga yozing. Demak, tanlov guruhi bo'yicha essening mavzusi, asosiy g'oyasi va esseni jo'natish manzili. Mana yozib chiqdik. 10 yoshda bo'lganligi sababli birinchi guruhga kiritdik. Demak, mana bu yerda yoshi, g'oyalari aks etgan 10 yashar farzandni. Endi qoida bilan tanishamiz. Tarjimai holim. Tarjimai hol ma'lum bir shaxs o'z shaxsiy hayoti va faoliyati haqida bayon qilib yozgan matndir. U qisqa yoki to'liq shaklda yozilishi mumkin. Tarjimai hol erkin tuzilsa-da, ayrim ma'lumotlar berilishi shart. Uyga vazifa, so'rovnoma. Demak, jadvalga o'zingiz haqidagi ma'lumotlarni kiriting deyilgan. Mana uyga vazifa, so'rovnoma. Biz 6-sinf o'quvchisi yuzasidan taxminiy yoshni belgiladik.